Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari deb sharhlovchilar o'zini intervyusini boshlaydi. Lekin biz futbolga qiziqmaymiz, faqatgina boksga, UFCga shunaqa jang san'atlariga qiziqamiz. Assalomu alaykum, hammaga kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Kunimizni ham boshlab olganmiz. Bu yerda mana bitta obyektimiz, ikkinchi obyektimiz, bular bitgan, sotuvi bo'lgan. Bularda faqatgina yuqori qavatlarda 5-ikkovda ham 5-etajlarda bitta-ikkitadan kvartiralarimiz qolgan xolos. Endi bu yerda bitta yangiligimiz, bu yangilik emas, prosta nimaga yana qurilish qilyapsizlarmi deb bir ikkita savol beryapti. Shular uchun mana bu binoyimiz orqasida ham bitta qurilishimiz bor. Hozir videolarimizni o'sha yerdan davom ettiramiz. Bu 3-binoyimiz. Agarda investitsiya kiritmoqchi bo'lsanglar, shu yerdan xonadon xarid qilishinglar mumkin. Foydasiga sotib olishinglar mumkin yoki foydasiga arzonroq narxda xarid qilishinglar ham mumkin. Faqatgina bitta farqi, bu yerdagi binolarimizda kreditga nasiyaga olishinglar mumkin davlat tarafidan. Bu yerda qurilish bo'layotgan binoyimizda faqatgina naqd pulga olishinglar mumkin yoki o'zimiz tarafimizdan o'zaro nasiyaga kelishishimiz ham mumkin.